Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sizlarga mana pechkalarni urishda jarayonlarni sizlarga mana ko'rsatib boraman. Xudo xolasa ko'rib turasizlar. Yoqsa o'zingizlar like bosib, qo'llab-quvvatlab xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Pastga meni nomerlarni yozib qo'yaman. Bitganlarni qo'yib ketaveramiz. Akalar pechka. Pechkamizda qurilish jarayonlari boshlandi. Xudo xolasa ko'rib qo'yinglar. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Ko'payib kelyapti. Lazerga qo'yilgan. Bitib qoldi. Xudo xolasa o'zini qolgan. Gördüğünüz gibi arka tomoni bu mana. Xudo xolasa oyoq chiroyli. Gördüğünüz asfaltı pechkamizdan yaqin yo'l qoladi. Qalin listlar qo'yiladi. Oddiylik qo'yilmaydi. Qalindan qo'yiladi. Xudo xolasa bir yarim soatdek ishga o'rtadi. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar. Pastga nomerlarni qoldirib qo'ying. Çok chiroyli mashina. Eskiga o'rgangan. Mana o'rtalar, xudo xolasa orqa tomonlari ham bitdi. Chiroyli. Lekin yoqib ko'rganimiz yo'q, hali turbalarni qo'yganimiz yo'q. Xudo xolasa qanaqa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Borib ishlarni birga qila olamiz. Inshaalloh. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Pechka. Mana tozalaydigan joyi. Cho'tki bo'lib, tozalar.